tirik qolishlari kerak. Eng ko'p vaqt davomida bu ishni qilgan inson bo'lsa 150 ming so'm pul mukofotiga ega bo'ladi. Hozir men orolga 30 ta jangchilarni chiqarib yuboraman. 1, 2, 3 boshlandi. Qiziq, kim g'olib bo'larkan? Sizlarda atagi 10 daqiqa bor. Shoshilishni maslahat berardim. Musobaqamizning birinchi 10 daqiqasida o'yinchilar bir-birini ura olmaydi, lekin 10 daqiqa o'tgandan so'ng urushda bir-birini pachag'ini chiqarib tashlasa ham bo'ladi. Aytib qo'yay, turishdan foyda yo'q, harakat qilishinglar kerak. Siz nega turibsiz masalan, a? Mana Defect X tanligi uchun to'sh aslahalar bor, bu yomon emas. Oldingizda temir ham bor ekan-ku. Temirni kovlang, siz yutasiz. Nima demoqchisiz? Yo'q, qo'lingizdagi nima qayerdan oldingiz? Bu qanday bo'lishi mumkin? Kimdir menga tushuntirib bersin yoki bu odam cheti. Bunday qimmatbaho narsalarni u qayerdan topishi mumkin edi axir? Ha, shunchaki nazarga borib 3-4 soatga olib kelgan shekilli. Orolda PP boshlanishiga juda ham oz vaqt qoldi. Sizlar esa tayyorlanmagansizlar. Mana nima deyapman? Bu odam endi daraxt cho'pyapti yoki umuman qotib qolganmi? Xo'sh, men PP yonishidan oldin taxmin qilmoqchiman.